2026 Chevrolet Beretta zamonaviy dizayn va yangi texnologiyalar bilan qaytishi mumkin bo'lgan avtomobillardan biri sifatida katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu model sport uslubini, qulay salonni va kundalik haydash uchun mos imkoniyatlarni birlashtirishi kutilmoqda. Old qismi ingichka LED faralar, keng radiator panjarasi va aerodinamik kuzov chiziqlari bilan yanada jozibador ko'rinadi. Yon tomondagi yangi disklar va orqa qismdagi zamonaviy chiroqlar avtomobilga dinamik ko'rinish beradi. Salon ichida katta multimedia ekrani, raqamli asboblar paneli, sifatli materiallar va qulay o'rindiqlar bo'lishi taxmin qilinmoqda. Haydovchi uchun xavfsizlik tizimlari, adaptiv kruz nazorati, yo'lakni ushlab turish funksiyasi va avtomatik favqulodda tormozlash kabi imkoniyatlar ham taklif etilishi mumkin. Dvigatel variantlari tejamkor yoqilg'i sarfi bilan birga yaxshi quvvat taqdim etishi kutilmoqda. Yumshoq osma tizimi va aniq boshqaruv esa shahar hamda uzoq safarlar uchun qulaylik yaratadi. Chevrolet muxlislari ushbu modelning narxi va jihozlanish darajalari haqida ham katta qiziqish bildirmoqda. Agar Beretta haqiqatan ham ishlab chiqarilsa, u zamonaviy sedanlar orasida kuchli raqobatchiga aylanishi mumkin. Sizga ushbu konsept yoqdimi va qaysi funksiyalarni ko'rishni xohlaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozing. Chevrolet avtomobillari haqidagi eng yangi yangiliklar, taqdimotlar va batafsil sharhlarni o'tkazib yubormaslik uchun Tarmax kanaliga albatta obuna bo'ling va videoni yoqtirishni unutmang. Qo'ng'iroq belgisini ham yoqing, shunda har bir yangi video sizga birinchi bo'lib yetib boradi. Kelajakdagi Chevrolet modellarini birgalikda kuzatamiz va ularning imkoniyatlarini batafsil tahlil qilamiz. Har bir yangi model avtomobil ishqibozlari uchun yangi taassurotlar va innovatsiyalar olib keladi. Biz esa barcha muhim tafsilotlarni sodda va tushunarli tarzda sizga yetkazishda davom etamiz. Keyingi videolarda yana uchrashguncha xayr va xavfsiz haydang doimo.